Endi Shumanayni qattiq o'yinga kirishadi. Muhan Sila. Ko'zida qitig'i bor bola yig'lasa kulaverar ekan. Bir 70 ga kirib farzandli bo'lgan bitta opani gapi. Endi ko'zoynak taqishning foydalari. Uni yotganda ham taqib yotsang, tushlaringni aniq tiniq ko'rasan. Bir kuni qattiq zerikib ketgan quyosh ikki bulutning orasidan kukuk debdi. Ko'pchilik ayollar o'g'il bilan qiz tug'ar ekan. Bir cho'lning o'rtasida ketayotgan bir toshbaqa ag'darilib qolib, kim bor debdi.